Assalomu alaykum hammaga. Bugun 24-testning yechimini ko'rib chiqamiz. Birinchi savol. Muzning 10 dan 9 qismi suv ostida va suvdan tepadagi qismining og'irligi 2 kilogrammga teng deyapti. Bilamizki, agar 10 dan 9 qismi suv ostida bo'lsa, 10 dan 1 qismi tepada bo'ladi. Demak, o'sha 10 dan 1 qismi 2 kilogrammga teng bo'ladigan bo'lsa, 2 ni 10 ga ko'paytiramiz, 20 kilogramm. Bu jami muzning og'irligi bo'ladi. To'g'ri javob B. Ikkinchi savol. 3 detsimetr kvadrat 4 santimetr kvadratga qo'shamiz 2 detsimetr kvadrat 9 santimetr kvadrat. Mosiga mosini qo'shamiz, ya'ni 4 ga 9 13, 3 ga 2 5, ya'ni yakuniy javob 5 detsimetr kvadrat 13 santimetr kvadrat. Bu esa C javobda turibdi. Uchinchi savol. Telefonning zaryadini 20% bo'lish uchun 10 minut vaqt ketadigan bo'lsa, zaryadini to'ldirish uchun qancha vaqt ketadi deyapti. Demak, 20% bo'lish uchun 10 minut ketadigan bo'lsa, 100% bo'lish uchun, ya'ni mana shundan 5 marta olish kerak. 5 kara 10 qiladigan bo'lsak, 50 minut bo'ladi. To'g'ri javob A. To'rtinchi savol. 3 ta shakl berilgan, qaysi ikkitasining yuzi teng deyapti. Birinchi shaklda 8 ta kvadratchadan tashkil topgan, ikkinchi shaklimiz 12 ta kvadratchadan tashkil topgan, uchinchi shaklimiz 8 ta kvadratchadan tashkil topgan. Demak, birinchi va ikkinchi shakllarning yuzalari teng. To'g'ri javob D bo'ladi. Beshinchi savol. Quyidagi son berilgan, bu sonda xo'p, birlar, o'nlar, yuzlar, minglar va 10 minglar xonasini belgilab olamiz va yana 1 millionlar xonasini ham belgilaymiz. Ya'ni 10 ming bo'lsa, bunisi 100 ming, mana bunisi 1 millionlar. Demak, 1 millionlar xonasi bilan 10 minglar xonasining farqi 5 ga teng ekan. To'g'ri javob B. Oltinchi savol. Quyidagi hisoblashni bajaring deyapti. Demak, 11 qo'shilgan 1, 12 qo'shilgan 1, 13 qo'shilgan 1 va 14 qo'shilgan 1. Yig'indini hisoblaydigan bo'lsak, elektr ga teng bo'ladi. To'g'ri javob C. Yettinchi savol. Kvadratni qarama-qarshi tomonlar yig'indisi 16 ga teng deyapti. Demak, qarama-qarshi tomoni A va A bo'ladi. Chunki kvadratning hamma tomoni bir xil. Demak, A ga qo'shganda 2A bo'lsa, bu 16 ga teng bo'lyapti. Demak, A ni topadigan bo'lsak 8. Endi biz kvadratning perimetrini topishimiz kerak. Demak, kvadratning perimetrining formulasi P barobar 4A. A ni o'rniga 8 qo'ysak, 4 kara 8 32 bo'ladi. To'g'ri javob A. 8-chi savol. 16 va 20 ning o'rta arifmetikini hisoblang deyapti. Demak, hisoblash uchun ikkalasini qo'shib 2 ga bo'lamiz, 18 bo'ladi. Va 18 bilan 10 ning o'rta arifmetikini topishimiz kerak. Buning uchun ham qo'shib 2 ga bo'lamiz, 14. Demak, 18 dan 14 ni ayiradigan bo'lsak 4, to'g'ri javob B. 9-chi savol. 0 raqami qatnashgan ikki xonali sonlar nechta deyapti. Demak, 0 qatnashgan ikki xonali sonlar 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 va 90. Demak, jami 9 ta bor. To'g'ri javob B. 10-chi savol. 7 ga karali sonlar qatorida 3-chi o'rinda qaysi son keladi deb. Demak, 7 ga karali sonlar bu 7, 14, 21, 28 va hokazo davom etadi. 3-chi o'rinda 21 turadi. To'g'ri javob C. 11-chi savol. Quyidagi qonuniyatdan kelib chiqqan holda so'roq o'rnidagi sonni topishimiz kerak. E'tibor beradigan bo'lsak, 97, 94, 91, 88. 3 ta kamayib ketyaptimi? Demak, undan oldingisini topish uchun 97 ga 3 ni qo'shib qo'yamiz, 100 bo'ladi. To'g'ri javob C. 12-chi savol. 99 soat necha kun, necha soat deyapti. Demak, 99 ni 24 ga bo'lamiz. 4 ta butuni bor. Demak, shuning uchun 4 kun bo'ladi. 3 qoldiq bo'lgani uchun 3 soat bo'ladi. To'g'ri javob B. 13-chi savol. Marina to'rtburchak shakldagi qutisi bor. Uni bezatmoqchi. Eni bo'yidan 20 sm qisqa va bo'yi 60 sm. Bo'yi 60 bo'ladigan bo'lsa, eni 20 sm qisqa bo'lgani uchun 40 bo'ladi. Endi atrofini o'rab chiqmoqchi bo'lgani uchun perimetrini topamiz. 40 ga 60 ni qo'shib 2 ga ko'paytirsak 200 bo'ladi. Endi shuni atrofini 7 marta o'rab chiqmoqchi desa, 7 ga ko'paytiramiz perimetrdan chiqqan natija, ya'ni 200 ni ko'paytirsak 1400 sm bo'ladi. Bu esa C javobda turibdi. 14-chi savolning javobi quyidagicha. 4307 sonini 59 marta orttiring deyapti. Buning uchun 4307 ni 59 ga ko'paytiradigan bo'lsak, ko'paytma 254113 bo'ladi. To'g'ri javob B. 15-chi savol. 3 kun 48 betdan kitob o'qigan va yana qo'shimcha yana 50 bet kitob o'qigan deyapti. Demak, 3 kun 48 betdan o'qisa, 3 kara 48 qilamiz va yana 50 bet o'qigan uchun yana 50 ni qo'shsak, natija 194 ga teng. Demak, kitobimiz o'zi 426 betli edi. Uni 194 betini o'qigan bo'lsa, qancha qoladi desa, 426 dan 194 ni ayiramiz, 232 bo'ladi. To'g'ri javob A. 16-chi savol. Quyidagi sonlarni bir-biri bilan taqqoslashimiz kerak. E'tibor beradigan bo'lsak, bu 38495, bu 380095, bunisi esa 380412. Bu ikkalasida 380412 katta, bu ikkalasida esa 380095 katta. Demak, tengsizlik ishorasi ikkala tomonda ham, ikkalasi ham o'ng tomonga qarab turgan bo'lishi kerak. To'g'ri javob B. Bu xabar 2 va 3 sinf o'quvchilarining ota-onalari uchun. Siz kun mobaynida ish bilan band bo'lib yurganingizda farzandingiz kundan kunga ulg'ayib boradi. Uning kelajagi esa hozir siz unga beradigan e'tiborga bog'liq. Farzandingiz kelajakda yetuk kadr bo'lishi uchun hozirdan kuchli bilimga ega bo'lish kerak. Bu bilimni olishda Orbital Education o'quv markazi o'quvchilarga yordam beradi. Farzandingiz sizning kelajagingiz. Unga bee'tibor bo'lmang. Hoziroq bizga murojaat qiling va farzandingizning kelajagini biz bilan birga quring.
Orbital Education bizda kelajak liderlari ta'lim oladi. 17-savolning javobi quyidagicha. Ushbu hisoblashni amalga oshirishimiz kerak. Demak, dastlab qavsning ichidan boshlaymiz. Ya'ni 900 100 ga bo'lamiz 9, 1 ni qo'ysak 10. Endi 100 ga ko'paytiradigan bo'lsak 1000 bo'ladi. 1000 dan 800 ni ayirsak 200. Endi 4 kare 200 800 bo'ladi. 800 ga 200 ni qo'shsak 1000, 1000 ni 100 ga bo'lganimizda 10 chiqadi. To'g'ri javob C. 18-savol. Quyidagi tengliklardan qaysi biri noto'g'ri deyapti? 3 sutka teng 74 soat degan tenglik noto'g'ri. Chunki 1 sutkamiz 24 bo'lsa, shuni 24 ga ko'paytirgan paytimiz 72 chiqadi. Shuning uchun noto'g'ri tenglik B javobda turibdi. 19-savol. Quyidagi tenglamalardan qaysi birining natijasi 25 ga teng chiqadi deyapti. Demak, C javobdagi 75 bo'lingan x teng 3 teng tenglamaning yechimi x topish uchun 75 ni 3 ga bo'lsak 25 chiqadi. Qolgan tenglamalarda boshqa sonlar chiqadi. Demak, to'g'ri javob C. 20-savol. Sonlarni o'sib borish tartibida joylashtiring deyapti. O'sib borish tartibida kichkina sondan katta songa qarab borishimiz kerak. Demak, bu javob D da turibdi. Ya'ni 1335, 8003, 10385, 10853, 13803. To'g'ri javob D.